Assalomu alaykum, hurmatli 4-sinf matematika darslarimizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Bugungi darsimiz 28-mavzu koordinata nuri mavzusi bilan yana darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda demak yondosh mavzu ish va ish haqqi, ya'ni bajarilgan ishga olinadigan pul mablag'larini demak ish haqqi deymiz. Insonlar ana shu ish haqqi olish evaziga o'z mehnat faoliyatlarini yurgizadi. Va dars davomida sonli nur, shkala, bo'linish, hisob boshi nuqtasi mavzulariga oid topshiriqlarni birgalikda bajaramiz ekan. Birinchi topshirig'imiz guruh bo'lib ishlanar ekan. Sinfdoshingiz bilan o'ynang. Ham 5 ga, ham 9 ga bo'linadigan barcha sonlarni kim tez topa oladi. Demak, bu sonlarni ekranda yoki daskada ko'rsatib turib, kim tez ikkala songa teng bo'linadigan ham unga teng bo'linadigan sonlarni topish musobaqasini o'tkazsak qiziqarli bo'lar ekan. Bu yerda albatta 0 va 5 bilan tugaydigan sonlar 5 ga bo'linadi. Yig'indisi 9 ga bo'linadigan sonlar 9 ga bo'linadi. Shu bo'linish alomatlarini eslab olamiz va 6 bilan bir raqami bilan tugagan mana shu ikkala son o'z-o'zidan chiqib ketadi. Qolganida endi shu tez hisoblash usulidan foydalanishda, masalan mana 0 bilan tugayapti. Hop 7 bilan 8 15 bo'lsa, u bilan 20 27. Demak, birinchi sonimiz ham unga, ham bunga bo'linadigan son ekan. Shu tariqa ularni qatnashgan raqamlarni yig'indisini tezroq topgan o'quvchi musobaqada g'olib bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz og'zaki bajarilish uchun berilyapti va bu yangi mavzuyimizni tushuntirish uchun ham yordam berar ekan. Dastgoh soatiga 26 kvadrat metr gazlama ishlab chiqaradi. Sonli nur yordamida quyidagilarni aniqlang. Mana sonli nur beribdi. Soatiga 26 kvadrat metr deyapti. Mana har bir bo'lingan mana bu kesmasi bitta 1 soatni bildirar ekan. Mana soatiga 26 kvadrat metrdan 52 kvadrat metr, 78 kvadrat metr har soat oshgan sari ishlab chiqarilgan ana shu gazlamani bildiradi ekan. Endi savollar berilyapti. 26 kvadrat metr gazlama tayyorlash uchun necha soat kerak? O'zi yuqorida aytib qo'ygan soatiga deb. Mana soatiga 1 soat kerak bo'lyapti. 76 kvadrat metr, 130 kvadrat metr, 182 kvadrat metr gazlama tayyorlash uchun-chi. Demak, mana bu sonli nurimiz va bu yerda har bir kesma 1 soatni bildiradi. Va har soatda berilgan raqamlarimiz ana shu soatda necha kvadrat metr mato ishlab chiqarilganini bildiradi. Demak, 130 kvadrat metr topish uchun mana 130 kvadrat metr 130 raqamini oldiga kelamiz va bu yergacha necha soat o'tdi? 1 2 3 4 5 soat o'tdi. Demak, xulosa qilamiz. 130 kvadrat metr mato gazlamani to'qish uchun 5 soat vaqt ketgan. Xuddi shunday 182 78 kvadrat metrlar ham 2 4 14 soatlik ish vaqtida qancha gazlama ishlab chiqaradi? Endi kesmalarga e'tibor beramiz. Har bir kesma 1 soatda anglatar edi. 2 soatda qancha desa, mana shu kesmadan ikkitasini olamiz. Mana 52 kvadrat metr. 4 soatdachi 104 kvadrat metr. Endi 14 soatlik deyapti. Sonli nurimizda 1 2 3 4 5 6 7 soat berilgan ekan. Endi 7 14 dan 2 baravar 7 ni 2 baravar ko'paytirsak 14 hosil bo'lishini hisobga olib 182 ni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, ana shu 14 soatlik ish vaqtida ishlab chiqarilgan gazlama ma'lum bo'ladi. Koordinata nuri, hisob boshi, hisob yo'nalishi va birlik kesma berilgan nur. Ya'ni koordinata nuri mana shu sonli nur ham deymiz, koordinata nuri ham barchasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana hisob boshi, mana shu yo'nalish, nur qanday beriladi bilasiz, yo'nalishda va uni yo'nalishi ko'rsatib qo'yiladi. Hisob boshi 0 bilan belgilanadi va bir xil kesmalar bilan bo'lib qo'yiladi va bu aynan birin-ketin bo'lishi shart degani emas. 1 2 3 4 bilan raqamlanish shart emas. Har bir oraliq kesmasi bir necha birlikni o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, 3 talab ortib ketishi mumkin, 5 talab, 20 talab, 10 talab yoki 100 talab ortib ketishi mumkin. Ana shu har bir kesmani necha birlikni anglatayotganini tushunib olsak, koordinata nuridan foydalanishimiz qulay bo'ladi.
Hop, mana keyingi topshirig'imizda koordinator nuri berilyapti va og'zaki topshiriq berilibdi. Ushbu chizmalarda koordinator nurlari noto'g'ri yasalganligini isbotlang. Xatolarni tuzatishga yordam bering. Hop, noto'g'ri yasalganlari. Avvalambor mana ikkalasida hisob boshi boshida bo'lishi kerak. Birinchi chiqqan nuqta hisob boshi bo'lishi kerak. Bu ikkalasi o'z-o'zidan xatosi ko'rinib turib chiqarib yuboramiz. Birinchisida esa mana yo'nalishi ko'rsatilmayapti. Yo'nalish albatta bo'lishi kerak. Ikkinchisida e'tibor bersangiz, har bir kesmasi oralig'i bir xil masofada, lekin sonlar ketma-ketligi buzilgan. 1, 2, 3 o'rtada 4 qolib ketyapti. Ana shu ketma-ketlik buzilgan. Agar mana bu o'rtada kesma bor, lekin 4 yozmasdan 5 ni bu yerdan yozib ketgan bo'lganda, uni noto'g'ri demaslik kerak bo'lardi. Chunki 4 ni o'zimiz fikrlab ko'rib topib olishimiz mumkin bo'lardi agar bo'sh qoldirib bu yerga 5 yozganda. Lekin 4 ni yozmasdan keyingi kesmaga 5 ni yozib ketganligi uchun, demak, bu xatolik bo'lib hisoblanadi. 4-topshirig'imiz yozma bajarish uchun berilyapti. Birlik kesma sifatida ikkita katta ixchani olib, daftaringizga koordinator nurini chizing. Son nurida S, Z, U, T, O nuqtalarini belgilang. Qanday so'z hosil bo'ldi? Hop, birlik kesma sifatida ikkita katta ixcha, ya'ni mana shunday koordinatorning boshini belgilaymiz va har ikki kattaki kesmalarda mana shu chiziqlarni qo'yib chiqamiz. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb raqamlab chiqqanmiz. Chiqqanimizdan keyin 4-kesmaga S harfi, 12ga Z harfi, 1ga U harfi va 48 bilan 6 ning bo'linmasini topamiz. 8 chiqadi. 8ga T harfi, 81 bilan 79 da ayirmasini topamiz. Ana shu chiqqan sonlarda koordinator nurida belgilab chiqsak, harflarni qo'yib chiqsak, so'z hosil bo'ladi. Juda ham siz bir kunda juda ko'p ishlatadigan so'z hosil bo'ladi. Buni demak ko'rsatishning ham hojati yo'q. Keyingisi og'zaki bajarish uchun berilyapti. Ushbu holatlarning har birida bo'linishlar qiymati qanday? Ya'ni mana bu oraliqdagi kesmalarni topish kerak. Demak, necha kesmada 160 ni hosil qilyapti. Demak, har birining orasi qanchadan bo'lish kerakligini bo'lish orqali o'quvchilarimiz topib beradi. Bu yerda 4 birlik kesmasi o'tyapti. Ya'ni 4 ga bo'lib tashlaymiz. Bu yerda 225 ni 5 ga bo'lib tashlasak, har bir bo'linishni qiymati ma'lum bo'ladi. Birlik kesma koordinator nurida masofalar o'lchanadigan o'lchov. Ushbu holatlarning har birida birlik kesmaning uzunligi qancha bo'ladi? Ya'ni mana bu oraliq birlik kesmaning uzunligi qancha? Ya'ni 225 kilogramm bo'lsa, har birining orasi necha kilogrammni tashkil qilyapti? 160 metr bo'lsa, har birining orasi necha metrni hosil qilyapti? degan savolga javob topib qo'yamiz ekan. Albatta bu bo'lish orqali topiladi. Hop, 6-masala. Yuk mashinasida bir qatnashda 7200 kilogramm yuk, yengil avtomobilda esa 2300 kilogramm yuk tashish mumkin. Bir oyda yuk mashinasi haydovchisi 167 marta, yengil avtomobil haydovchisi esa 216 marta qatnovni amalga oshirgan. Kim ko'p va qancha ko'p yuk tashigan? 7200 bu yuk mashinasini yuklagan yuki ekan va yuk mashinasi haydovchisi 167 marta qatnadi. Demak, 7200 ni 167 ga ko'paytirsak, yuk mashinasida tashilgan yukni massasi, to'liq massasi chiqadi. 2300 kilogramm yuk kam ko'p demabdi. Demak, 2300 kilogramm yukni yengil avtomobilda qatnagan 216 marta qatnayapti. 216 ga ko'paytiramiz. 2300 ni 216 ga ko'paytiramiz. Bu yerda ozroq olgan bilan ko'p marta qatnagan, bu yerda ko'proq olgan bilan oz marta qatnagan. Shuning uchun ularni ko'paytirib ko'rib, ko'rganimizda qaysi ifodadan keyin katta natijaga erishsak, shu holatda, ya'ni birinchi 7200 ni 167 ga ko'paytirsak katta chiqsa, demak yuk mashinasini haydovchisi ko'p qatnagan bo'ladi yoki aksincha. Endi qancha ko'pligini topish uchun ana shu chiqqan natijalarimiz kattasidan kichigini ayirib qo'ysak, qancha yuk tashigani ma'lum, qancha ko'p yuk tashigani ma'lum bo'ladi. Keyingi topshiriq og'zaki bajarish uchun berilyapti. Massalani kilogrammda ifodalang. Endi buni bilamiz. 1 tonnamiz 1000 kilogramm, 1 sentnerimiz 100 kilogramm, grammda 1000 gramm birlashgandan keyin kilogrammga aylanadi. Ya'ni bu yerda endi raqamimiz kichayadi. Mana shu nisbatlarni esga olib, bu topshiriqni o'quvchilarimiz bilan birgalikda og'zaki bajaramiz ekan.
8-chi topshirig'imiz noma'lumni x harfi bilan belgilang va har bir masalaga tenglama tuzing. Bu tenglamalarda qanday umumiylik bor? Hop. A topshirig'ida velosipedchi 2 kunda 504 kilometr yo'l bosib o'tdi. Agar u kuniga bir xil masofani bosib o'tgan bo'lsa, u bir kunda necha metr yo'l yurgan? Hop. 2 kunda 504 kilometr yo'lni bosib o'tdi. Agar u kuniga bir xil masofani bosib o'tgan bo'lsa, u bir kunda necha metr yo'l yurgan deyapti. Bu yerda x harfi bilan belgilab tenglama tuzishimiz kerak ekan. 504 ni 2 kunda yurgan, bu degani 504 ni 2 ga bo'lib yuborsak 1 kunligi kelib chiqadi. Va bir kunda necha metr yurganini so'rayapti. Bu yerda metrga aylantirib olishimiz kerak bo'lar ekan. Bo'ladigan bo'lsak 250, 252 bo'ladi. Bu kilometrda bo'ladi. Hop. X ko'paytiramiz. 1 kilometrimiz 1000 metr ekanligini hisobga olamizda. Ya'ni bu yerda bizda metrda so'rayapti. Shuning uchun ko'paytiramiz 1000 ga. Ya'ni x'imiz metrda chiqishi kerak. Uni 1000 ga ko'paytirsak keyin kilometrga teng bo'ladi va u teng bo'lishi kerak ekan 504 bo'lingan 2 ga. Hop. Yoki aksincha bu yerda bo'lib tashlasak. Bo'lib tashlasak katta son chiqadi. Uni bo'lib tashlasak keyin yana kilometrga aylanadi. Demak, buni bo'lish amali qilamiz ekan. Demak, noma'lum sonni 1000 ga bo'lib yuborsak, ya'ni metrda chiqdi. 1000 qayerdan keldi? Metrda chiqdi. Uni 1000 ga bo'lib yuborsak, keyin kilometrga aylanadi. Chunki mingtasi birlashganda bitta 1 kilometr hosil bo'ladi. Ana shu tariqa yetsak, masalamiz menimcha bir kunda necha metr yo'l yurgani hosil bo'ladi. Hop, keyingi topshirig'imizda dastgoh 2 soatda 504 metr gazlama ishlab chiqardi. U soatiga necha metr gazlama ishlab chiqargan? Dastgohning mehnat unumdorligi qanday deyapti. Soatiga 1 soat. Bu yerda ham xuddi shunaqa 504 metrda bu 2 kunda 2 soatda ishlab chiqargan bo'lsa 1 soatini topish uchun 2 ga bo'lib olishimiz kerak. Endi bundan masala tuzishimiz kerak ekan. Dastgohning mehnat unumdorligi qanday? Ya'ni soatiga necha metrdan ishlab chiqaryapti. Shuni topishimiz mehnat unumdorligiga kiradi. O soatiga necha metr gazlama ishlab chiqargan. Endi bundan tenglama tuzishimiz kerak ekan yana. Bu yerda menimcha 1 soatimizni 2 soatimizni bu yerda bilmaymiz. Shuning uchun x ni, ya'ni 1 soatda ishlab chiqarilgan matoni 2 ga ko'paytirsak 504 chiqishi kerak ekan. Hop, yuqorida agar metr emas kilometr bo'lishi kerak edi, bir kunda yurgan necha kilometr yurgan bo'lishi kerak edi desa, shunga o'xshagan tenglama tuzardik ekan. Ya'ni x ko'paytiruv 2 teng 504 bo'lar ekan. Menimcha bu yerda yo'q, metr xato ketib qolganmi? Chunki bu yerda umumiylik degan joy bor-da, ana shunda umumiylik bo'lar ekan. Endi men metr degan joyga e'tibor berganim uchun, bu yerda kilometr berganim uchun ana shu noma'lumni 1000 ga bo'lib yuborsak, yana metrga aylanadi degan nuqtai nazardan buni tenglama tuzdim. Agar bu yerda kilometr bir kunda necha kilometr yurdi deganda, bunda mana shunaqangi o'xshash tenglama tuzilardi ekan. Yana bilmadim, hali ba'zida yechimini topolmay masalan noto'g'ri ekan deb qo'ydi degan fikr bo'lmasin degan nuqtai nazardan ikki tomonni ko'rib chiqyapmiz. Hop, ikkita qutada 504 ta mix bor. Agar mixlar qutilarga bir xil miqdorda joylangan bo'lsa, bitta qutada nechta mix bor? Qutining sig'imi qancha? Bunda ham xuddi shunaqa. Yana o'sha ikkitasi birlashganda 504 hosil bo'lyapti. Bu degani nima degani? Hop, x ni yana ko'paytiramiz 2 ga, yana 504 hosil bo'lyapti ekan. Ana shunda qutining sig'imi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan tenglamalarni birini yeching. Hammasi bir xil yechiladi va savollar, javoblar har xil bo'ladi. Bunda 1 kunlik bosgan yo'li, bunda dastgohda 1 soatlik unumdorligi, bu yerda bo'lsa qutining sig'imi kelib chiqadi ekan. Bu yerda amallarni bajarish tartibi bo'yicha
9-chi topshirig'imiz berilyapti. Demak, amallar bajarish tartibini eslatib o'tamiz xolos. Kaos ichida yana kaos ekan. Demak, kaos ichidagi kaosni birinchi bajaramiz. 403 bilan 36 ni ko'paytmasi birinchi ish, bu ikkinchi ish. Ayrish uchinchi ish bo'ladi. Endi kaos tashqariga chiqamiz. Uchinchi ishda chiqqan javob 9 ga bo'lsak, to'rtinchi ish. Chiqqan javobdan 691 da ayirsak, 5-ish. Ana endi kaos tashqarisiga chiqamiz. 652.652 ni bo'lamiz 5-ishning natijasiga. Bu 6-ish bo'ladi. Endi chiqqan natijani 4 ga bo'lamiz 7-ish va chiqqan natijadan 13.223 da ayirib olamiz. Bu 8-ish bo'ladi ekan. 11-chi topshirig'imiz birlik kesma sifatida 3 ta katakchani olib daftaringizga koordinata nurini chizing. Koordinata nurida A va B nuqtalarini belgilang debdi. A nuqta bilan B nuqtani bu yerda ifoda orqali berilgan va shu nuqtalarni ifodalarning natijasini topib belgilashimiz kerak ekan. Hop, mana shunday koordinata nurini chizib olamiz. 0 nuqtani qo'ydik, boshlang'ich nuqtasi va har 3 kataydi deyapti. Bir bo'lakdan qilib katakchalarni kesma sifatida bo'lib chiqdik. Mana har 3 kataydi va raqamlab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5 deb raqamlab chiqamiz va mana shu berilgan ifodalarning natijasi A nechiga teng bo'lsa, shu nuqtaga A ni qo'yamiz. B nechiga teng bo'lsa, shu nuqtaga B harfini qo'yib qo'yish kerak bo'lar ekan. Hop, 12-chi masalamiz uyga berilgan vazifa bo'lyapti. Bitta detalga ishlov bergani uchun usta 17.800 so'm olar ekan, shogirdi bundan 4.900 so'm kam olar ekan har bitta detal uchun. Bir oyda usta 270 da, shogird esa 3 marta kam detal tayyorladi. Shogird ustadan necha so'm kam haq olgan. Har ikkalasini bir oylik olgan daromadini topib, uni o'rtasidagi farqini topish uchun ustaning olgan oyligidan shogirdning olgan oyligini ayirib tashlasak, qancha kam olganligi kelib chiqadi. Uning uchun nima qilish kerak? Usta har bir detaliga 17.800 so'mdan olar ekan va 270 ta detal yasabdi usta. Shuning uchun 17.800 ni 270 ga ko'paytirsak, ustasining necha pul oylik olganligi kelib chiqadi. Ya'ni bir oyda necha pul qancha pul olganligi kelib chiqadi. Endi shogirdini topishimiz uchun har bir detalga oladigan pulini ham o'zi topib olishimiz kerak. Ya'ni 17.800 dan 4.900 da ayirib olsak, shogirdini har bitta detal uchun oladigan pulini summasi kelib chiqadi, narxi kelib chiqadi. 270 ni 3 marta kam debdi, 3 ga bo'lib olsak, nechta detal yasagani kelib chiqadi. Ana shu chiqqan ikkala sonni, ya'ni 17.800 dan 4.900 da ayirganimizda bitta detalga olgan haqqi kelib chiqadi. 270 ni 3 ga bo'lib olsak, nechta detal yasagani kelib chiqadi. Ana shu ikkala chiqqan natijani bir-biriga ko'paytirsak, shogirdning olgan ish haqqi bir oylik puli kelib chiqar ekan. Va yuqorida aytganimdek, ustani olgan pulidan shogirdning olgan pulini ayirib tashlasak, shogird ustadan necha so'm kam haq olgani kelib chiqadi. Ya'ni 5 amalda topiladigan masala bo'lar ekan uyga berilgan vazifamiz va shu yerda bugungi 28-chi darsimizni oxirgi topshiriqlar o'z nihoyasiga yetar ekan va biz ham shu joyda o'z darsimizni tugatamiz. Sog' salomat bo'ling, bilim olishdan charchamang deb qolaman.